Chirchiq xalqi katta qizimni kim bilan qo'rqitmoqchini? Shuni menga aniqlab bering. Iltimos qilaman. Shuncha uy uchun rahmat. Mana issiqqina uyga kirib o'tirmiz. Bozorgacha nima uchun cheraz barab orqali ishga joylashsa, kimni boqish kerak? 4 ta odam boqib keldi, yetmadimi Chirchiq xalqi? Shuni hallab berilsa sizlarga 3 kun so'roq. Kimni qo'rqitmoqchi katta qizim? Chirchiq xalqi bugun eshitib qoldi. Bir ayol Dilbarda qo'rqitmasam bo'lmaydi deyapti. Sizdimi? Men nimadan qo'rqishim kerak? O'sha Siraya masa Siraya degan ayol. Qani men qo'rqitmoqchisan? Xalqqa ko'rsatib qo'rqit. Men faqat onamdan qo'rqaman. Vaqtiga bankaga nima so'gan? Kim so'gan uni? Yeri so'ganmi yo o'g'lim yo o'zlaring so'ganmi? Chirchiq xalqi. Shuni aniqlik 3 kun sizlarga so'rab, shuni aniqlik kirgizib beringizlar. Yomg'ir yog'di. Mana 8 yilda men non yeyolmayapti. Quruq suv nima bo'ladi odamzodga? Mana otani yo'qotib, yoqqa qudilaring. Endi aniqlik kirgizib bergan, mana bugun ham eshitib qoldim o'z qulog'im bilan. Nimaga unday qilaman? Qulog'im kar emas, boshqa uchun kar, buning uchun qulog'im eshitadi hamma narsani. Lekin bitta narsa, men o'tin tapillatingmi? O'tin tapillatsam, g'irillab o'tirasan. Mashina motoriga o'xshab. Hovliga kiribki, onamga ayt nima gaping bo'lsa. Kim bo'lsa ham, davay tezroq javobini beringlar.